Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan poliploidiya masalalari o'rganishimizni oxirgi dars hisoblanadi, ya'ni final darsimiz. Biz bunda nimalarni o'rganamiz? Ya'ni muvozanatli va muvozanatsiz organizmlarni genetika charchasiga solish, fenotip va genotipik nisbatlarni aniqlash va bir nechta shunga doir masalalarni ko'rgan bo'lamiz. Xo'p, endi biz muvozanatlidan 4N organizmdan boshlardik. Ya'ni tetraploid organizmlarning o'zaro chatishuvdan fenotip va genotipik nisbatlar qanday bo'ladi? Dastavval mana bu tetraploid organizmdan ikkitasi resessiv bo'lgan organizmdan gametalar olishimiz kerak va ularni o'zaro tashlab genetika charchasiga joylashimiz kerak. Endi mana bu 4N organizm bizga qanday gametalarni taqdim etadi? Faqatgina 2N organizmlarni gametalarni taqdim etadi. Ular qanday? Mana bunday bo'lishi mumkin. Mana bunday. Bu holida kelishi mumkin. Nima sababdan bunday organizmlar bo'linayotganligini biz sababini bundan oldingi darslarimizda yetarlicha gaplashdik. Endi eslaringda bo'lsa, bularning oldingi har birida koeffitsiyentlar bo'lar edi. Va mana bu gametalarni necha nisbatdan olinishi, ularning o'zaro genetika charchasiga joylashganini ko'paytirishimiz kerak edi. Va mana bu oldidagi nisbatlarni topish bo'yicha bir necha xil usullar haqida gaplashdik. Geometrik obrazlar usuli haqida gaplashdik. Aynan 4M bo'ladigan bo'lsa, geometrik obrazlar haqida. Agar triploid organizm bo'ladigan bo'lsa, biz uchburchak chizib o'rgandik geometrik shakllar. Keyingisi tanlab olish usulida, ya'ni ehtimollik usulidan foydalandik. Birinchi usulimiz, ikkinchi usulimiz ehtimollik. Endi uchinchi usulimiz ham bor, bu Pascal usuli. Pascal uchburchagi. Buni aytmagan edim, chunki mana bu kelasi yetadi va mana bu eng muqobil tanlash usuli, ya'ni kichik oddiy tetraploiddan tortib necha to'plamli bo'ladigan bo'lsa, mana shunda osonroq chiqadi. Lekin Pascal uchburchagini ham o'rganib qo'ysak bo'laveradi. Mana bu yerdan yozamiz, ya'ni matematiklar bilishi mumkin. Mana bu yerda mana bu 0, mana bu n, mana bu 2 to'plamli organizm. Mana bu 4n. Ketma-ketlikda adashmaylik, 3n bo'ladi. 3n, mana bu 4n to'plamli, mana bu organizmlar 5n, mana bu esa 6nli organizm bo'ladi. Xo'p. Mana bu yerda 6 bo'ladi. 6, 6, 15, 15, mana bu yerda 20. Endi Pascal uchburchagida qanday bo'ladi? Ya'ni mana bu 2n bizga berilayotgan gametalar. Ya'ni tetraploid organizm gametasi 2n bo'ladi. Endi mana bu 2n organizmdagi har birini o'zaro bir-biriga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni bizda qanday gametalar berdi? Mana bu turdagi bu va faqatgina kichik a turdagi gametalar berdi. Birini biri ko'paytiramiz. 1. 2 kvadratga olsak 4, 1 ning kvadrati esa 1. O'zaro charchagan. Agar 6nli organizm 3nli gameta bersa, har birini ko'paytiramiz. Agar 4nli octoploidli organizmimiz tetraploidli gameta beradigan bo'lsa, har birini o'zaro mana bunday ko'paytiramiz. Kimga qaysi usul ma'qul bo'lsa, shu usuldan foydalanganlaring ma'qul. Endi mana bu yerda organizmlar olinishini bir qator yozamiz. Mana bu ko'rinishda organizm olinadi. Kichik a ko'rinishida. Mana bu yerda, mana bu kelasi tetraploid, mana bu organizm esa triploid organizm olinadi. Mana bu yerda tetraploid olinyapti.
Mana bu yerda ham tetraploid. Mana bu yerda endi triploid organizm olinyapti. Kichik A ko'rinishda mana bu. 3 ta kichik A va barchasi kichik A holatda olinyapti. Endi bizda necha n to'plamli organizmlar olishini quyidagi usulda aniqlab olishimiz mumkin. Bu yer mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunaqa va mana bunaqa. Adashmovchilik ketibdi. Xo'p, endi mana bu organizmimiz ham 4 endi namoyon qiladi. Mana bu ham o'z navbatida 2n to'plamli va 2n to'plamli gametalarni taqdim etar edi. Endi 2n bilan 2n uchrash ehtimolligi 4n, mana bu 2n bilan mana bu 2n uchrash ehtimolligi ham 4n, o'zaro mana bularning uchrash ehtimolligi ham 4n. Bizda hosil bo'layotgan organizmlarning barchasi 4nli ekan. Demak, bizda birinchi genotip topaylik. Qanday bo'ladi? 4nli organizmlardan 4 ta dominant kelish imkoni bormi? Desa, ha. Mana bu 2 ta, mana bu yerda 2 ta. Demak, 4 ta dominant gen kelishi mumkin bizda. 4 ta dominant gen va 3 ta dominant gen, bitta resessiv gen kelishiga ham imkon bor. Yoki 2 ta dominant gen kelishiga imkon bor albatta, 2 ta resessiv gen kelishiga ham imkon bor. Bizda bitta dominant gen, 3 ta resessiv gen kelishiga ham imkon bor. Yoki-da faqatgina 4 ta resessiv organizm. Buni mana bu ko'rinishda yozsalar ham bo'ladi, agar adashib ketaman desalar. Mana penetga chekimizda mana shularning xillari olinyapti. 3 ta resessiv, barchasi resessiv organizm. Hammasining kelish ehtimoli bor. 2 ta katta avtorobda bor. Mana bu a'lar har doim yetadi. Mana bu ko'rinishda. Xo'p. Endi bularni son jihatidan yozib chiqishimiz kerak. Ya'ni 4 ta dominant geni borlar qaysilar? Mana bunda 4 ta dominant geni bor. Bizda mana bu diagonal usulidan foydalansak osonroq chiqadi bunda. Chunki birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi diagonal haqida gapiryapman mana bu. Mana buni o'zi bitta, mana buni o'zi ikkinchisi, mana buni o'zida uchinchisi, mana bu 4 va mana buni oxirgisi 5. Sizlarda bo'lsa, Mendel teoremasida mana bu ko'rinishda ishlardik hozir. Mana bu ko'rinishda agar barcha belgilar dominant bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2 belgisi bo'yicha dominant organizmda 9 ta chiqardi. 3 burchak bo'yicha 3 burchak, 3 burchak ketadi. Mana bunda mana bu tarafga qarab chiziq ko'rinishda ishlaymiz. Mana bu 5 ta ko'rinishda ketadi. Demak, faqatgina 4 ta dominant organizmlar bizda bitta chiqargan mana bu yerda. 3 ta dominant, bitta resessiv. 3 ta dominant, bitta resessiv. Bu organizmlar bizda nechta chiqadi desa, oldin koeffitsiyentlarni to'ldirib olishimiz kerak. Mana bu koeffitsiyent 1 tushadi. Mana bu 1 da 4 ko'paytirsak 4, 1 kara 1 mana bu yerda 1 ni beradi. 4 kara 1 4, 4 kara 4 mana bu liniya bo'yicha ketadi. 16 ni beryapti. 4 kara 1 4 ni beryapti. Mana bu ham tepani takrorlaydi. 1 4 1 organizm. Demak, hammasini etap-etap ketyapti. Ya'ni nechta organizm bo'ladi degan savolga koeffitsiyentlarni qo'yib ketdik. Xo'p, ketdik. Faqatgina 4 ta dominant geni bo'ladigan organizmlar bitta mana bu. Endi 3 ta dominant, bitta resessiv bo'ladigan organizm 4 4. Ya'ni bizda 8 ta namoyish qilar ekan. Boshqa unaqa organizm yo'q. 3 ta dominant, bitta resessiv. Endi 2 ta dominant, 2 ta resessiv. Mana bu va mana bu. Xo'p, 1 ga 16, 17, burada qo'shadigan bo'lsak, bunday organizmlar 18 ni beradi. Endi mana bu bo'yicha bitta dominant, 3 ta resessiv. Jami 4 4. 8, oxirgisi 4 ta resessiv va 1. Demak, hammasini qo'shib chiqamiz. 9, mana bu ikkalasi 9, 18 beradi. 18 ga 18, 36 ni beradi. Endi bizda umumiy gametalar uchrash ehtimolligi 6 ta edi bu tarafda. Tepada hamma 6 ta. Penetga tekishamizda esa 36 tani namoyish qilyapman.
Umumiy soni 36 ta. Demak, to'g'ri tekshiribmiz, ya'ni genotipik nisbatlar to'g'ri chiqibdi. Mana bu yerga yozib qo'yamiz. Demak, genotipik nisbatlar 1 8 18 8 va 1 nisbatda ekan. Endi fenotipik nisbatlar qanday bo'ladi? Agar fenotipik nisbatlar ekspressiya hisobga olinmasa, ya'ni bitta dominant gen bo'lsa, xo'p, poliploidda shu genni namoyish etib beradi. Xuddi polimeraga o'xshab ketadi, ya'ni kumulyativ va nokumulyativ polimera bor edi. Kumulyativ polimerada dominant genlar soniga bog'liq edi. Nokumulyativ polimerada esa dominant gen bo'lsa bo'ldi. Aynan poliploidda ekspressiya hisobga olinmasin desa, nokumulyativ polimeraga o'xshaydi. Dominant genlar bo'lsa, o'sha belgi namoyon etaveradi. Agar resessiv belgi o'zi kelib biror tarkibda dominant gen bo'lmaydigan holatlarda bu belgini rivojlantira olmaydi. Ya'ni A genni biz qizil, kichik A genini oq deb oladigan bo'lsak, mana bu jami organizmlarda mana bu qator tiziklikda shu yergacha bo'lgan organizmlarda barchasida dominant genlar bor, oxirgisida yo'q. Demak, bizda bittasida yo'q. Umumiy organizmda 36 ta, 35 tasida dominant genlar bor va bittasida dominant genlar yo'q. Bunday nisbat faqatgina ekspressiya hisobga olinmasin deganda chiqadi. Sabab ekspressiya hisobga olinsin deydigan bo'lsa, agar ikkita dominant, ikkita resessiv bo'lsa, boshqa rangni yuzaga chiqarishi mumkin. Bunda ekspressiya hisobga olinmasin degan uchun quyidagi ko'rinishda ishlab o'tdik. Xo'p. Endi keyingi diploid, keyingi muvozanatli organizmimizda biz geksaploidni ko'raylik, misol uchun. Mana bu organizmlar o'zaro chatishtirilsin. Xo'p, endi mana bu organizm geksaploid deb aytdik. 6 to'plamli va 6 to'plamli. Bu bizga 3n va 3n to'plamli organizmlar berardi. Bular qanday? Bittadan dominant genlar sonini kamaytirib ketaveramiz. Mana bu holga kelish imkon bormi? Ha. 3 ta resessiv kelishga imkon bormi? Unga ham ha. Hop. Mana bu organizmlarda ham tepasida ana shunday ko'rinishda yozib olamiz. Va 3 ta kichkina a. Genetika mana shunday tushunlarda va gemetalar nisbatini tanlash usulidan foydalanib topamiz. Xo'p. Ehtimollik. Umumiy genlar soni, tanlashimiz kerak bo'lgan genlar soni, umumiy genlar sonidan tanlashimiz kerak bo'lgan sonlarni ayirib olamiz. Mana bu undovlar esa faktorial edi. Demak, 3 ta organizmimizdan 3 tani tanlab olish ehtimolligimiz nechiga teng desa, 1 ga teng. Va endi mana bularda esa alohida hisoblab topar edik. Ehtimollik 3 tadan 2 tani tanlab olish ehtimolligi bizda 3 taga teng, 3 tadan bitta tanlab olish ehtimolligi ham 3 taga teng. Mana bu organizm bizda 9 bo'ladi. Mana bu ham 9 va bitta bo'ladi. Va nimaga bunday chiqqanligini hozir isbotlab ketamiz. Xo'p. Umumiy A genlar 3 ta, 3 ning faktoriali, tanlab olishimiz kerak bo'lgan 2 ta va bularning o'zaro farqining ham faktoriali edi. 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1. Demak, bularni
qisqartirib yuradigan bo'lsak, A'ga uchrash ehtimolligi bizda mana bu 3 tadan 2 tasi uchrash ehtimolligi qisqacha qilib yozib ketaylik. 3 ko'paytirilgan va A. 3 tadan bittasini tanlab olish ehtimolligi bo'ladigan bo'lsa 3. Mana bu yerga 1 ko'paytirilgan 2. Mana bu yerda ham 3 chiqaveradi. 3 kare 3 9 ni bizga namoyish qilib ketadi. Endi mana bu yerda 3 tadan bittasini tanlab olish ehtimolligi 3 ta chiqadi. 3 tadan mana bu 2 tani tanlab olish ehtimolligi ham 3 ta chiqadi. O'zaro ko'paytmasi bizda 9 ni beradi. Kichik a ham mana shunday. Ya'ni kichik a 3 tadan 3 tasini tanlab olish ehtimolligi qanaqa? Ranglari bilan ifodalasak ham bo'ladi. Misol uchun har bittasini alohidadan chiqarmoqchi bo'lsam, birinchi ko'kni chiqaraman, qizilni va havo rangni chiqarishim mumkin men. Shuning uchun 3 xilda har xil a'larni chiqaraman. Xo'p, o'zaro bo'lgani uchun nisbatlar bir xil, ya'ni 1 nisbat 9, 9 va 1 nisbat. Bularni o'zaro kelish ehtimolligini yozib chiqamiz. Demak, mana bu organizm 1, boshqa rangda yozamiz. Chalg'imasligimiz uchun. Mana bu organizmimizlar 1, 9, 9 va 1. Mana bu 9, 9 kare 9, 81. Mana bu organizm ham 81. Mana bu esa 9. Mana bu 9. Mana bu yerda yana bitta 81. Yana bitta va 9 organizm beradi. Mana bu yerda 1, 9, 9 va 1. Xo'p. Endi mana bu ham xuddi diagonal usulida ketadi. Qachonki chalishtirilgan organizmlar o'zaro o'xshash bo'lsa. Endi mana bu organizmlar bizda 20 tani tashkil qildi. 20 ta bu organizmlar, 20 ta mana bu organizm. Umumiy penerkatak chalishidagi jami organizmlar bizda 400 tani tashkil qilar ekan. Ya'ni 20 ni 20 ga ko'paytirganimizda jami 400 ta organizm bo'lar ekan. Fenotipini mana bu yerda osongina topib ketishimizga imkon yaratildi. Demak, 399 ga 1 agar ekspressiya hisobga olinmasa nima uchunligini yuqorida aytib o'tdik. Endi genotipik sinflarni qanday topamiz va pennit yozmasdan turibgina fenotipni qanday topishimiz mumkin edi degan savolga javob berib ketaylik. Mana bu organizmimizni biz chalishtirdik. Bunga raqam qo'ying. Misol uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umumiy gametalarni raqamini topib beradigan formula bizda. Nechta gameta olinadi va nechtadan? Mana bu sonlar topadi. 1, 9, 9, 1. Umumiysini topadi. Ya'ni 20 sini topadi. Misol uchun 20 ni topyapti deb ishlaylik. Tepada resessivlar soni, pastda esa dominantlar soni turishi kerak. Resessivlar soni 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3. Bularni endi qisqartirib yuboramiz. Mana bu bilan qisqarsa tepada 2 qoladi. Mana bu qisqarsa esa tepada 2 qoladi. 2 kere 5 10, 10 ni ko'paytirsa 20. Mana bu 20 ni bizga beryapti. Ya'ni resessivlar ko'paytmasi dominantlar ko'paytmasiga bo'lsa. Endi bu formula qachonki bizda organizmlar diheterozigota bo'lsa, ya'ni heterozigota bo'lsagina ishlaydi. Ya'ni ko'proq mana bu muvozanatli holatida ishlatganimiz ma'qul. Mana bu holatlarda yozib chiqib 20 ta chiqdi. Ya'ni mana bu organizm o'zi 20 ta genotip berar ekan. Buni o'zaro chalishtiryapmiz. Keyingi organizmimiz esa 20 ta beradi mana. 20 ta, 20 ta. O'zaro ko'paytirdik 400. 400 dan 1 ayirib qo'yamiz. Ekspressiya hisobga olinmasa agar 199 taga bitta nisbatni beradi bizga. Bu formula qachon ishlatilishini bildik. Endi mana bu organizmimiz ham bizda 6n, 3n va 3n ni bizga taqdim etadi. Mana bu 3n bilan mana bu 3n kelish ehtimolligi hop bor. Mana bu 3n bilan kelsam, ikki holatda ham 6n. Mana bu bilan 3n bilan bu yerdagi 3n keladigan bo'lsa ham 6n namoyish qiladi. Demak, olinayotgan hamma organizmimiz heksaploid ekan. Muvozanatsiz poliploida ko'rganimizda boshqa holatlar ham kelishini gaplashamiz. Misol uchun oddiygina pentaploid organizmlar chalishtirilganda qanday bo'ladi? 6n ham keladi, 4n organizmlar ham va 3n organizmlar ham kelishi mumkin. Bu yerda
5n bo'ladigan bo'lsa 3n va 2n 4nli 6nli va bular o'zaro chalishtirilib 5nli organizmlar qayta kombinatsiyalashishi ham mumkin. Bizda faqat 6 ta olinar ekan, yangi hexaploid. Endi bizda 6 ta dominant kelishiga imkon bormi desa, ha, 6 ta dominant organizm kelishiga imkon bor. 6 ta dominantli organizmlar kelishi mumkin, ya'ni genotip topyapman. Beshta dominant, bitta retsessiv, 4 ta dominant, 2 ta retsessiv, 3 ta dominant, 3 ta retsessiv, 2 ta dominant, 4 ta retsessiv yoki bitta dominant, 5 ta retsessiv yoki barchasi resessiv holatda organizm bo'lishi mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 ta chiqdi. Endi mana bu diagonal ham 7 ta chiqadi. Birinchisi, ikkinchi, mana bu o'zaro 2 ni beradi. Mana bular uchinchisini, mana bular 4 ni, mana bular 5 ni, mana bular 6 ni, mana burasi 7 ni beradi. Faqatgina bitta dominant belgisi, ya'ni 6 tasi ham dominant bo'ladigan bo'lsa, bizda faqat 1 bo'lar ekan. Mana bu kelasi. 5 tasi dominant, bittasi resessivli organizm. Bizda kelish ehtimolligi. Mana bunda 4 ta dominant, 2 ta resessivli organizm bo'lar ekan bu. Hop, qayerdadir diagonal bo'yicha adashdik menimcha. Ha, mana bu ketma-ketlik boshqacha chiqishi ham mumkin bizda. 6 ta resessivli organizm bitta olinadi. Endi 5 ta dominant, bitta resessivni istaymiz. Mana bu yerda chiqargan mana bitta. Diagonal o'zi to'g'ri. Mana bu yerda bitta chiqyapti, 9. Mana bu yerda yana bitta chiqyapti, 9 ta. Jami 18 ta chiqyapti. Mana bu yerga e'tibor bermoqchiman. Endi keyingi diagonallarimiz mana bu 4 ta dominant, bitta resessiv bo'lishi kerak. Mana bu 9. 4 ta dominant, 2 ta resessiv. Mana bu ham shunaqa. Keyingisi esa mana bu ham shunaqa. Demak, mana buni qo'shamiz. 90 ta, 90 ga 9 ni qo'shamiz. 99 ta. Mana bu organizmlar demak 99 ta chiqar ekan. Keyingisi 3 ta dominant, 3 ta resessiv. Mana bu ketma-ket diagonal asosida ketyapti mana. 3 ta dominant, 3 ta resessiv. Mana bu bilan buni kelish ehtimolligi. Keyingisi esa mana bu. Hop. Bu ham 3 ta dominant, keyingisi mana bu 3 ta dominant, 3 ta resessiv. Mana bu ham shunaqa. Demak, hop, mana ikkalasini bir-biriga qo'shib olamiz. 162 ga 2. Demak, bunaqa organizmlardan 164 ta olinar ekan. Hop. Keyingisi 2 ta dominant, 4 ta resessivli organizmlar qaysilar? Mana bu 2 ta dominant, 4 ta resessiv, 2 ta dominant, 4 ta resessiv. Demak, bu ham 99 ta olinar ekan. Mana bu yerda 99 ta. Endi 5 ta dominant, bitta resessiv organizmlar mana shu va mana shu. Jami 18 ta avlodni bizga beradi. Va keyingisi esa 6 ta resessivdan bitta. Buni yozib qo'yamiz boshda. Bo'ldi. Endi barchasini hisoblab ko'raylik. Bizda rostdan ham 400 ni beradigan bo'lsa, biz to'g'ri hisoblagan bo'lamiz. Demak, qo'shilgan 18, qo'shilgan 99, 164, 99 plus 18, qo'shilgan 1. Jami 400 ta. Demak, umumiy 400 ta organizmni berdi. Genotipik nisbatlarni biz to'g'ri topibmiz. Demak, genotip nisbatlar 1, 18, 99, 164, 99
9 va 18 va 1 ni namoyish etar ekan. Fenotipning nisbati yuqori topdik. Mana bu yerda yozib qo'yaveramiz. Agar ekspressiya hisobga olinmasa, 1 ga 399 ga 1 nisbat bo'lar ekan. Xo'p. Kelinglar endi boshqa toifasi haqida gaplashamiz. Misol uchun, mana bu organizm. Mana bunday organizm bilan tanishtirilganda fenotip bilan topish mumkin. Bu organizmimizda ham topish mumkin. Hadeb o'zaro emas, mana bunday ham tanishtirishimiz mumkin. Endi ikkalasi ham geksaploid to'plamli 6n 6n 3n dan bizga geometriya beradi va ikkalasi har xil alohida hisoblab topishimiz kerak. Bunda bir pastda pernet yetakchasi olishga shoshilmaymiz, ya'ni chalkashlik bo'lishi mumkin. 3n 3n. Mana bu organizm ham bizga 3n lik geometriyalar taqdim etadi. Xo'p, qanday kelishi mumkin mana bunda? 3 ta dominant kelishiga imkon bormi? Ha. 2 ta dominant, bitta resessiya kelishiga imkon bormi? Mana bu holatdan kelishi ham mumkin, mana bu holatda ham kelishi mumkin. Xo'p, biz buni kelish ehtimolligini yuqorida hisoblab topdik. 1 nisbat 9, 9 va 1 nisbat eng kichik butun sonlar nisbatini mana bu organizmda topamiz endi. Mana bunday holatda kelishiga imkon yo'q. 2 ta dominant, bitta resessiya holatda kelishi mumkin. Va mana bunday holatda bizga kelishi mumkin. Mana bunday holatda. Hop. Bo'ldi, mana bu holatda kelishi mumkin ekan xolos. 2 ta dominant, bitta resessiv, mana bu va mana bu holatda. Hammasi 3n to'plamli namoyon qilyapti. Ya'ni 2 ta dominant, 4 ta resessivli geksaploid organizm geometriyalar mana bu ko'rinishda bo'lar ekan xolos. Hop. Endi mana bu organizmlarni ehtimollik topish formulasidan topamiz. Ya'ni chalg'itmaydi bizda aniqroq chiqadi. Ya'ni 2 ta katta A'dan 2 ta kattani tanlash ehtimolligi bizda bitta 1 ko'paytirilgan. Endi 4 ta A'dan bittani tanlash ehtimolligi nechta? 4 ning faktoriali 1 faktorial, bittasini tanlab bo'lyapti ekan xolos. Ularning o'zaro farqi esa 3 ning faktorialiga teng. Buni ishlasak 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 ning faktoriali 1 ning o'zi 2 ko'paytirilgan 1. Bu organizmni qisqartiramiz. 3lar qisqaradi, 4lar qisqaradi va 4 ta bo'lar ekan. Mana bu. Endi mana bundan 2 tadan bittani tanlash ehtimolligimiz bizda 2 tani tashkil qiladi. Mana bunday holatda. Jami 2 ta, bittani tanlab olishimiz kerak. Farq ham 1, mana bular faktorial, demak 2 ta. Ko'rishimiz shart emas. Endi 4 ta A'dan 2 tasini tanlab olish ehtimolligi ko'paytirilgan 2 ning faktoriali ishlaymiz. 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 o'rnalmashib qoldi. Hech qanday ziyon yo'q. 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1. Demak, bularning o'zaro qisqartiradigan bo'lsak, organizmlar 2. Demak, 2 ko'paytirilgan bizda 6 ni berar ekan. Xo'p. Mana bu organizmlar qisqardi, bu bilan qisqarib 6 ta organizm qoldi. Bu esa 4 tadan 3 tasini tanlab olish ehtimolligi bizda nechaga teng? 4 ta organizm 3 tasini tanlab olishimiz kerak va ko'paytirilgan 1 ning faktorialining o'zi. Ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 2 va 1. Taqsim 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1, ko'paytirilgan 1 ning faktoriali 1 ning o'zi. Bu yerda 2lar, bu yerda qisqarib ketadi. Demak, faqatgina 4 xil usulda tanlab olishimiz mumkin. Endi bu eng kichik butun sonlar nisbatimi desa, yo'q, eng kichik butun sonlar nisbati emas bu. Har biri 2 ga qisqartirish mumkin. 2, 3 va 2 ko'rinishdagi geometriyalarni biz olsak bo'lar ekan. Mana endi pennet yetakchasini chizishimiz mumkin. Xo'p.
Pinnet yetakchasining bir tarafida qanday organizmlar turibdi? Ya'ni 6n 3/x bo'yicha dominant, 3/x bo'yicha resessiv organizm qanday gametalarni bizga taqdim etdi? Mana bu toifadagi mana bu va mana bu 4 xil gameta nisbati esa 1 9 9 va 1 nisbatda bo'ldi. Mana bu organizm. Endi bu esa quyidagi gametalarni berdi xolos. Mana bu ko'rinishdagi mana bu va mana bu ko'rinishdagi gametalarni bizda oldik xolos. Chunki ikkita dominant 4/x bo'yicha resessiv organizm edi. Xo'p, nisbat 2 mana bu organizm, mana bu nisbati 3, buni organizmda nisbati esa 2 olindi. Xo'p, endi o'zaro solishtiramiz. Bu organizmlarda jami yettita olindi. Bu organizmlar boya ko'rdik 20 ta. Demak, jami 140 ta organizm olishimiz kerak ekan bizda. Mana bular 7 ta gameta hosil qilar ekan jami nisbatda. Demak, hisobladik. Mana bular 2 ko'paytiryapmiz. Mana bular 3, mana bular esa 2. Bu 2 kere 9 18, 9 kere 3 27. Mana bu yerda 9 kere 2 18. 9 kere 2 18, 9 kere 3 mana bu yerda 27, 9 kere 2 18. Mana bu yerda 2 3 va 2 ni namoyon qilyapti. Xo'p, endi bu diagonal usulda ketadimi yo'qmi? Biz diagonal demaylik, mana bu ketma-ketlikda ketish. Xo'p, endi 6 ta dominant keladimi yo'qmi? Biz mana bu yerda bilib olishimiz kerak. Qaranglar. Mana bu yerda 3 ta dominant, mana bu yerda esa 2 ta dominant. Demak, 6 ta dominant organizm kelishiga imkon yo'q. Demak, kelishi mumkin 5 ta dominantli, bitta resessiv, 4 ta dominantli, 2 ta resessiv yoki 3 ta dominantli, 3 ta resessivli kelishi mumkin. 2 ta dominantli, 4 ta resessivli, bitta dominantli, 5 ta resessivli yoki barcha 6 talasi ham resessivli kelishi mumkin. 1 2 3 4 5 6 ta. Demak, 6 ta bizda mana bunday chiziqlar bo'lsa, diagonal usulga ketadi. 1 2 3 4 5 6. Demak, mana bu usulda foydalanadigan bo'lsak, osonroq topamiz, ya'ni ko'zimizni og'ritmasdan, chalkashtirmasdan. Demak, 5 ta dominant, bitta resessivli organizm faqatgina 2 ta chiqar ekan mana bu yerda. Keyin esa 4 ta dominant, 2 ta resessiv mana. 4 ta dominant. Mana bu. Bu 4 ta dominant, 2 ta resessiv, 3 ta. Mana bu ham 4 ta dominant, 2 ta resessiv. 18 ta. Demak, 18 ga 3 ta qo'shadigan bo'lsak 21, 3 ta dominant, 3 ta resessiv. Mana bu va bu mana. Mana bu ketma-ket 3 ta dominant, 3 ta resessiv. Mana bu 3 ta dominant, bitta dominant tepadan kelyapti, 27 ta. Mana bu bittasi bu yerdan, bittasi tepadan. Demak, bu organizmni olinyapti. Demak, 2 ga 18 20, 20 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsak 47 ta. Keyin esa 2 ta dominant, 4 ta resessiv. Mana bu ikkita dominant olinyapti. Mana bu ikkita dominant, 4 ta resessiv. Keyin esa mana bu bitta dominant bu yerdan, bitta dominant bu yerdan 27 va mana bu yerda 2. Bu ham bizga 47 ta namoyish qilar ekan. 20 mana bu qo'shadigan bo'lsak 27, keyin esa 18 va 3 bo'ladi. Bitta dominant, mana bitta bor xolos va 5 ta resessiv. Bu 21, mana bu organizm esa 2 ta. Barchasi resessivli organizm.
Endi barchasini qo'shib chiqqanimizda bizga boshda hisoblagan 140 ta organizmni berish kerak. 2 qo'shilgan 21 qo'shilgan 47 qo'shilgan 47 plus 21 qo'shilgan 2. Jami 140 ta organizm ekan. Demak, genotipik nisbatlarni to'g'ri topamiz. Genotipik nisbatlar 2, 21, 47, 47, 21 va 2. Endi fenotipik nisbat agar ekspressiya hisobga olinmagan holatda bo'ladigan bo'lsa, 139 ga 1 nisbat bo'lar ekan. Xo'p. Endi muvozanatli organizmlarga shu, ya'ni qolganlarini ketma-ketlikda chiqarib olsak bo'laveradi menimcha. Xo'p. Demak, reja bo'yicha 2 belgisi bo'yicha farq qiluvchi, ya'ni bular 1 belgisi bo'yicha farq qiluvchi bo'ladi. 2 belgisi bo'yicha farq qiluvchi poliploid formalarini ham topishni o'rganib ketamiz. Misol uchun, digetrazigot organizm bor edi. Bu diploid edi. Buni esa biz tetraploid ko'rinishga o'tkazmoqchimiz. To'raliga qanday bo'ladi? Ya'ni biz oddiygina A ni o'tkazganimizni eslaylik. Xo'p, oddiygina A miz mana bu ko'rinishda 2n edi. 4n ko'rinishiga o'tkazganimizda qanday bo'ladi? O'rtadagi farq bunda yozaylik. Boshda bunda yozmaganmiz-ku. 4n ga o'tgan. Mana bu holatda o'rtadagi farq 2 ga, 2 marotaba nima qilish kerak edi? Ko'payish kerak edi. A larni ko'paytiramiz. 2 ta A qilib yozganmiz, 2 ta kichik A qilib yozganmiz. Demak, mana bu ham xuddi shunaqa. Oldin A larni 2 barobar ko'paytiramiz, undan so'ng esa B larni ko'paytiramiz. B lar ham mana shunday bo'lgan edi. Biz faqat shu paytgacha A misolida ko'rdik. Endi bu 2 belgisi bo'yicha farq qiluvchi diploid formalarning tetraploid formalariga o'tkazish. Buni ham 4n formasiga o'tkazadigan bo'lsak, 2 tadan ko'payadi. Mana bu ko'rinishida va mana bu ko'rinishda. Xuddi shuni mana bu yerga tatbiq qilamiz endi. Bu tura qolsin, yana qaydan kelib chiqqani ko'rinib turibdi. A lar 2 marotaba ko'payapti, chunki o'rtadagi farq 2 marotaba, kichik A lar ham 2 marotaba ko'payapti. Buni xromosomi misolida ham ko'rib o'tganmiz. B lar esa mana bu ko'rinishda bizga namoyon bo'lyapti. Endi shu organizmdan gameta olishlik haqida gaplashamiz. Bu organizmdan gameta olganda alohida olib chiqsa ham bo'laveradi. Ya'ni qanday? Mana bu organizmdan gameta olishni bilamiz. Mana bu ham xuddi shu harfda. Shundan ham gameta olsak bo'laveradi. Ya'ni qanday? Mana bu organizm, ya'ni shu mana qanday gametalar berar edi? 4n to'plam umumiy ajratib olgan taqdirimizda ham bu bitta organizm bo'lgani uchun 4nli, ya'ni tetraploid to'plamli. Mana bu to'plam alohida gameta olyapmiz. 4n hosil qilayotgan gametalar esa 2n to'plamli. Mana bunday hosil qiladimi? Ha, mana bunday va bunday organizmlar hosil qilar edi. Xo'p, alohida hisoblayotganimiz uchun mana bundan uchrash ehtimolligini bilamiz. Ya'ni 2 ta A dan bittasini tanlab olish ehtimolligi 1 ga teng. 2 tadan bittani tanlash ehtimolligi 2 taga teng ko'paytirilgan. 2 ta kichik A dan bittani tanlash ehtimolligi ham 2 taga teng. Mana bu esa 1. Eng kichik butun sonlar nisbatida buning nisbati 1, 4 va 1 chiqadi. Endi mana bu organizmlarni ham o'zaro chalishtirishimiz kerak. Mana bu ko'rinishda. Ya'ni gameta olishimiz kerak. Bundan qanaqa gameta olinadi? Harf bir olinish usuli, ya'ni shablon bir xil. Faqatgina harf o'zgaryapti. Mana bu ko'rinishda. 1,
4, 1 ko'rinishda bizga haqiqiy nisbatlarni namoyish qilishi mumkin mana bu holatda. Endi biz olib bo'ldik. Ya'ni mana buning kelish ehtimolligi bu bilan kelishi mumkin. Mana bu bilan kelishi mumkin. Mana bu esa bu bilan kelishi mumkin. Keyingisi mana bu organizm birinchisi bilan, ikkinchisi, uchinchisi. Oxiridagi organizm birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi. Adashib ketmaslik nuqtai nazaridan, ya'ni mana bu bitta gameta edi. Bitta genotipli organizm edi. Mana bu genotipli organizm edi. Genotipi mana shunday organizm, to'g'ri. 2 enli gameta hosil qilish kerak. 2 enli gametamiz bizda mana bu o'zi alohida bo'lib olganimiz uchun 2n, mana bu yerda ham 2n. Lekin bu bitta organizm tarkibida gametalar bo'lgani uchun qo'shganimizda ham baribir 4n emas 2n bo'ladi. Sabab alohida bo'lib oldik xolos, qiynalmaslik sababidan. Endi adashmaslik uchun nima qilamiz? Kelish ehtimolligi haqida gaplashdik. 1, 4, 1 ekan, ali organizmlar va keyingisi ham 1, 4, 1 ekan. Ya'ni birinchisi mana bu bilan kelayotdi, mana bu ko'rinishda. Xo'p, mana bu ikkinchi bilan ham kelayotdi va bunisi uchinchisi bilan ham kelayotdi. Keyingisi 4, 1 bilan ham, 2 bilan ham va uchinchisi bilan ham kela oladi. Endi mana buni birinchisi bilan, mana bu bilan va oxiridagi bir bilan kelish ehtimolligi bor. Mana bu holatda olsakgina 4n to'plamli organizmdan 2n to'plamli gametalarni olishimiz mumkin. Bu yerda aytib o'tdik, qiynalmaslik uchun alohida hisoblayapmiz. Ya'ni buni natijasi qanday bo'ladi? Mana bu birinchi ko'kda yozilgan bo'lsa hisoblaymiz. 1 kelishi mumkin, keyingisi 4 kelishi mumkin va 1 kelishi mumkin. Keyingisi 4 ga o'tyapti. Mana qizil bilan belgilanyapti. 4 kelishi mumkin, 16 kelishi mumkin va 4 kelishi mumkin. Keyingisi mana 1 ga o'tyapti. 1 kelishi mumkin. Demak, 4 kelishi mumkin va 1 kelishi mumkin. Mana bu organizmni qo'shadigan bo'lsak, jami 36 ta organizm beradi. Ikki belgisi bo'yicha farq qiluvchi tetraploid navli organizmdan o'zidan gamet oladigan bo'lsak, mana bu nisbatlarni berar ekan. Bu hali gameta. Endi qo'shib qo'yamiz, haqiqatan 36 ta chiqar mumkin. 6, 10, 26, 30, 36, mana bu oxirgisi 36 ta. Endi mana buni harflar miqyosida biz tatbiq etamiz. Ya'ni bizda katta organizm 1 bo'ldi. Katta kichik ali organizm 4 bo'ldi. Kichik ali organizm esa 1 bo'ldi. Mana buni ko'paytiryapmiz. Xuddi shuni boshqacha harfdagi sherigiga. Mana shuni katta va kichik qilaylik. Mana bu yerda 1 turdi. Endi mana bu yerda vertikal ko'rinishda mana bu holatda gameta olishni boshlaymiz biz. Mana bu yerga chizaylik. Vertikal ko'rinishda mana bu organizmdan qanday gametalar olinishi haqida gaplashamiz. Mana bu organizmni o'zidan qanday gameta olamiz? Birinchisi mana bu A bilan mana bu A kelish ehtimolligi, buni ko'rib har birini chiziqcha bilan ifodalab berdim. Mana birinchisini ko'k bilan, qizil bilan, oxirgisi esa havo rang bilan kelish ehtimolligi. Endi qanday gametalar bo'lishi mumkin ekan bizda? Mana bu organizm bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, nisbati esa 1. Keyingi organizm bizda bo'lishi mumkin ekan. 2 ta katta A. Biz 3 ta kattani yozib olaveramiz, adashib ketmaslik. 3 ta katta, keyingisi mana bu kelyapti. Mana bu yerda ham yozib olaylik. Bitta, ikkita, bunisi keladi 3 ta. Keyingisi katta va kichik bilan kelish kerak.
Endi nisbatlar ham qolib ketmasligi kerak. Mana bu yerda 1, mana bu nisbat esa 4. 4 nisbatini beryapti. Katta katta, kichik b kelishi mumkin. Bu gameta. Mana bu holida o'zi gameta. Mana bu yerda biroz chalkashlikni sezdim, ya'ni mana bu organizm ekan deb olsak, shu paytgacha gapirgan gaplarimizga noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lamiz. Sabab mana buni to'ren qilaylik. To'ren, mana buni 8 o'shanda hech narsa o'zgarmaydi, xolos. O'shanda buni ham to'g'ri keladi. Keyin qo'shadigan bo'lsak, to'renli gameta beradi bizga. Mana bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, to'renli gameta. 8 ham to'renli gameta beradi. Mana bu yerda uzun qilib. Sarkashmovchilik bo'lgani uchun uzr so'rayman. Mana bu yerda 4 ta. Ya'ni aslida mana bu organizm 2 bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun boshda 2 qilib yozib ketdim. Yoki mana bu organizm ham 2 bo'lishi mumkin. Yoki mana bu organizm ham katta va kichik va kattasi kichiksa kattada kichikda ham 2 bo'lishi mumkin. Buni masalalarda kelishligini, ya'ni umumiy holatda organizmda gen, mana bu yerda genlar soniga tetraploid deb ketayotganimiz uchun bizga shu yerda adashmovchilik tug'dirmaslik uchun boshida keyin yozib ketgan edim. Hozir menimcha tushundingiz. Bu yerda qaytaylikda. Mana buni shu paytgacha o'rgatganlarim yuzasidan to'renda bo'lamiz. Ya'ni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta geni bor. Mana bunda 2 barobar ko'payapti. 8 dan to'plamli tetraploiddan octaploid to'plamiga o'tganda mana bu yerda organizm olinyapti. 2 barobar ko'payib hech narsa o'zgarmaydi. Faqat mana bu yerlar ham to'g'ri keladi endi jumlamizga. 8 dan 2 barobar mana bu yerda farq qilib to'ren to'plamli va mana bu yerda to'ren to'plamli gameta hosil qilgani uchun mana bu 2n, mana bu 2n bilan qo'shilib to'renli gametasiga o'xshaveradi. Nimaga lekin bittada olmayapmiz degan sabab uchun mana bu yerda tushuntirdim. Alohida qilib tanishtiramiz. Mana buni 2n deb olamiz, chunki yarmi bo'lgani uchun, ya'ni to'ren deb olamiz. 8n yarmi. Mana buni yarmi ham to'ren bo'ladi. Qizilda ifodalaylikda. Yarmi to'ren, mana bu yarmi ham to'ren. Shuning uchun to'ren qilib turib, mana buni o'zidan yana maydalayapmiz. 2n va mana bu organizmlarni olib chiqishga erishyapmiz. Tushuntira oldim degan umiddaman. Mana bu 1 ketma-ketlik tugadi. Keyingi gametalar bizda mana bu yuzasidan olamiz, ya'ni qizil bilan ifoda etganlik. Mana bu bilan kelishi mumkin. Mana bu bilan va mana bu bilan kelishi mumkin. Demak, katta kichik a deb yozaylik. Katta kichik a, mana bu yerda ham katta kichik a deb yozamiz. Katta kichik a b bilan katta blar bilan kelishi mumkin ekan bizda gametamiz. Xo'p, nisbatlarni unutmaymiz. 4. Endi keyingisi katta va kichik b bilan kelishi mumkin ekan. Bu organizm mana bu 4 da 4 ga ko'paytiramiz, ya'ni 16. Organizmdan 16 olinadi. Hop, keyingisi katta kichikka oxiri b bilan olinar ekan. Bu esa bizga 4 ni beradi. Hop, keyingi kelish ehtimolligi mana bu. Bu organizm bu bilan kelishi mumkin edi. Bunisi mana bu bilan, mana bu esa oxirgisi bilan kelish ehtimolligi bo'lishi mumkin edi. Hop, kichik a mana bu yerda kichik a deb yozib olamiz. Demak, katta v bilan kelishi mumkin ekan. Katta v kichik b va kichik b bilan kelishi mumkin. Hop, 1 mana bu birlar ko'payapti.
o'zaro 1-4 ko'payapti va 1-1 ga ko'payapti. Va nisbat 1-4-1, 4-16-4, 1-4-1. Xuddi mana bu yerda olingani kabi. Xo'p, bu bir donagina gameta olish bo'ldi. Ya'ni mana bu 8 to'plamli organizmimizdan bu 8 4 to'plamli gametalar, har biri 4 4dan, mana bu ham 4dan. Bu organizm. Endi shu organizmlar o'zaro chalishtirilganda genotiplarni yoki fenotip sinflarini topish uchun mana bunaqa penetga tashcha chizib, shuni bu vaqtdan tejash maqsadida penetga tashchasiga solib chizib oldik. Endi mana bular nisbati o'zaro chalishtirilganicha o'zgarmaydi. 1-4-1, 4-16-4, 1-4-1 nisbat. Ya'ni mana bu qator umumiy 36 ta edi. Ya'ni tepadagi hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, nisbati 30. Mana bu taraf ham 36 edi. Buni ko'paytiradigan bo'lsak, 1296 ta jami organizmlarni bizga berdi. Endi mana bu qanday ishlanadi? Mana bu yerga 1 4 1 4 16 4 1 4 1 keyingisida 4 ko'paytirib yozamiz. 4 4 bu yerda adashdim. 16 ko'rinishda. Mana bu yerda 4, mana bu yerda 16, 16 ni 4 ga ko'tarish kelyapti. Endi 64 6 4 va hokazo. Umumiy katakchalar soni bizda 80 bitta. 9 ta organizm, 9 ta organizm. Lekin katakchalar ichidagi organizmlar soni har xil. Mana bu ikkinchi katakchalar 4 ta, misol uchun mana bu katakchada 16 ta bo'lyapti. Mana bu katakchada 4 ta, 16 ta. Hamma 80 bitta penal katakchasini shu zaylda to'ldirib chiqadigan bo'lsak, 1296 ta organizm chiqadi. Endi bu organizmlarni genotip sinflashda qanday ahamiyat berishimiz kerakligini biz gaplashib o'tsak. Bizda qanaqa organizmlar olinyapti desa, mana bu ikkita kichkina a bilan bu holatdagini bir chalishtirib ko'raylik. Ikkita katta b holatda ham kelishi mumkin ekan. Endi biz boya gaplashdik, genotip sinflar topayotganimizda har birini alohida hisoblab topsak bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu holatda bo'lishi mumkin. Yo'q, bo'lmas. Ya'ni mana bu yerga yozaylik. Mana bu holatda kelishi mumkin albatta. Mana bu holatda ham mana buni yozaylik. Keyin bu 3 ta bitta retsessiv, mana bu holatda chiqmasa mana bu kalalar o'xshash bo'lib qoldi. Xo'p, ketma-ketlik adashtirmaymiz. Ya'ni ikkita dominant, ikkita retsessiv, bitta dominant, 3 ta retsessiv va barchasi retsessiv holatda olindi. Tekshirib qo'yaylik. To'g'ri. Endi b gametlar ham shunday olinadi. Mana bu holatda 4 ta holatida 3 ta dominant, bitta retsessiv holatida, ikkita dominant, ikkita retsessiv holatida, bitta dominant, 3 ta retsessiv va barchasi retsessiv holatida olinadi. Nisbatlar. Aynan mana bunday organizmlarni kelish ehtimolligi haqida biz gaplashib, mana bunaqa organizm bu va xullas 5 xil organizm olish kerak. Endi bularni uchrash chastotasini qanday hisoblab topamiz? 5 ta dominantlik kelgan organizmlar
mana bu organizm gametalar hosil qilishi mumkin deb oladigan bo'lsak. Xo'sh. Hozir mana bu bilan, bu bilan, bu bilan, bunisi bilan, bunisi bilan keladi deb qo'yadigan bo'lsak, lekin mana bu bilan kelish imkoniyati ham bor. Qayda u deydigan bo'lsa, 4 ta dominant genli organizm bitta aholiga keladigan. Mana bu bilan mana buni ko'raylik, ehtimolligi kelishi mumkin. Faqat to'g'rima-to'g'ri ikisiga kelmasligi isboti bo'ladi o'shanda. Mana bu o'sha. Ya'ni haqiqiy genotiplar topish uchun mana bu holatda kelishini yozib olar ekanmiz. Ya'ni Turingli holatida jami 8 endi beradi, lekin mana bular bir-biri bilan kelish ehtimoli bor. Birinchisi har bitta mana bu 5 talik bilan, ikkinchisi har bitta 5 talik bilan, mana bu har bitta 5 talik bilan, mana bu esa har bitta 5 talik bilan kelishiga imkoniyati bor. Ya'ni genotip sinib topayotganimizda hop, mana bu bilan 5 ta hosil qildi. 1 2 3 4 5 ta deb oladigan bo'lsak, jami 25 ta adashmasam organizm olishimiz kerak. Ya'ni genotip topayotganimizda quyidagilar sonini sanab chiqamiz. Ya'ni 4 ta dominant gen A holatida va B holatida keluvchi organizmlar bizda. Keyingisi mana bu 4 ta dominant gen va B'lar 3 ta dominant, bitta resessiv. Keyingisi mana bu bilan kelish kerak. 4 ta dominant genimiz 5 ta holat bo'yicha umuman o'zgarmaydi. Mana bu 2 ta dominant, bitta resessiv. Ya'ni mana bu organizmlardan ham nechtadir chiqishi mumkin bizda. Ya'ni qancha harflar ko'paygani sari poliploidlar soni shuncha ko'payganligi sari qiyinlashib boraveradi. Hali ham mana bunda ketyapmiz birinchisida. Bu tugadi, bunisi esa bitta dominant, 3 ta resessiv. Yana bitta 4 tani chizib olamiz. 1 2 3 4 5 ana endi tugadi. Mana bu esa oxirgi resessiv bilan keladi. Hop. Endi mana bu yerdan liniya chizamiz. Mana bular har biri A bilan kelish ehtimolligi bizda bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqa? Mana buni endi qolganlar bilan kelish ehtimolligi mana bu. 3 ta dominant A va bitta resessiv boshqadan 5 ta yozib olaylik-da. Osonroq usul ham bo'lish kerak. Hali hozir topamiz. Holatda endi har bittasi bilan kelib chiqadi. 4 ta dominant genli. Biz bir marta qolib ketish bo'lgandan so'ng yo'q, ketaveradi adashmasa mana bu holat tepada ham ko'rdik-ku. 2 ta dominant, 2 ta resessiv, bitta dominant, 3 ta resessiv qilamiz. Mana bu yerda barchasi resessiv olinadi, mana 5 ta. Xo'p, lekin mana bu holat oxiriga qadar cho'ziladi. Endi keyingisi bu organizmni o'chiramiz biz endi. Keyingisi bilan kelish ehtimoli mana bu uchinchisi bilan. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi mana bu. 5 ta yozib olamiz. Tushunyapsizlar degan bittaman. Endi genotiplarda o'zi hali tepadan istashimizga qadar mana bu shuncha organizm bor. Mana bundan
5 ta yozib oldik. Mana shu yozib bo'lganimizdan so'ng oson usulni qidirib ko'ramiz. Agar bo'lsa bo'ldi, yo'qsa shu usulda oxirigacha olib borib hisoblaymiz. Mana bu liniyalar 4 ta, orasidagilari esa 5 ta bo'lishi kerak. Mana bu ko'rinishida 5 ta yozib olamiz. 4 ta bo'ldi. Bular bilan esa 5 ta. Endi mana bu yerga har bittasiga 1 yozib qo'yamiz. 4 ta dominant, 3 ta dominant, bitta resessiv. Mana bu 2 ta dominant, 2 ta resessiv, 1 ta dominant, 3 ta resessiv. 4 ta belgisi bo'yicha resessiv. Hop, oson usuli qanaqa bo'lishi mumkin? Mana bu yerda to'renli organizmni tastirib ko'rgan bo'lishimiz kerak. Mana o'sha. Mana buni keltirib olaylik-da. Nisbat va ana shunday ketma-ketlikda ketyapti. Mana bu organizmimizda endi nisbati bor ekan, mana bu yerda. Bu sohaga ko'chiraylik. Demak, ketma-ketlik asosida bir xil shuni yozamiz. Mana bu holatda ekan, endi yonidagisi ham xuddi shunaqa bo'ladi. 1 8 18 8 1. Endi bizda genotiplarni so'rab, ichini so'ramasa, mana bu holatda yozib chiqsak, menimcha to'g'ri chiqsa kerak. Agar 1296 ni beradigan bo'lsa, demak to'g'ri ishlagan bo'lamiz. Bermasa, mana bu usulda davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz mana bu 1 ni 18, mana bu qatorlarga ko'paytirib chiqishimiz kerak. Mana bu qatorga. Hop, ketdik. 1 8 18 8 1. Hozircha keyingisi 8. 8 dan o'zi 64. Endi 18 ni 8 ga ko'paytiryapman mana bu ko'rinishida. Hop. 18 8 ko'pay. Biz buni jadval ko'rinishida qilib olaylikmi? Osonroq bo'ladi. Bu yerda 1 shunchaki jadval ko'rinishida yozamiz. Mana bu yerda adashmaylik deb chizaylik. Hop, ketdik. Faqat birlar mana bu birlarga ko'payib chiqadi. 1 8 18 keyingisi esa 1. Hop, keyingisi 8 ko'payib chiqish kerak. 8 64. Endi 8 ni 18 ko'paytirib chiqishimiz kerak. 8 ko'paygan 18. 144 ni mana bu 8 ni ko'paytiryapmiz. Qolgan hammasiga 8 ni 8 ga ko'paytiraman 64, 8 ni 1 ga ko'paytiraman 1. Keyingisi 18. 18 da o'zi
18 ko'paytirsam mana bu chiqdi. Mana 144. Keyin 18 o'ziga 324. Endi 18 8ga yana 144. Endi 18 o'ziga bo'lsa 18 o'zi. Keyingisi mana bu 8. Menimcha bu osonroq. Har bittasini olib chiqqandan. Liniya. Hop. 8 mana bu 8 bilan qaytarib qo'ya qolamiz. 8 64 144 64 1. Oxirgi 8 bu tepadagi 1 bilan ayni o'zi oson ekan bu. Agar bir-biriga o'xshash organizm bo'lsa, bir-biriga o'xshamaydigan organizm bo'lsa iloji yo'q, mana bu usuldan foydalanamiz. Lekin bu ham to'g'ri chiqsa hozir. Bir-biriga o'xshash organizmlar 1 8 18 8 va 1. Va barcha organizmlar qo'shilganda bizda 1296 tani berish kerak. Biroz vaqt oladi, hozir qo'shib chiqamiz. Xo'p, endi mana buni tenglab qo'shishimiz kerak. Ya'ni jami 72 576 72 mana bu ikkalasini 576 mana bularniki va mana buni qo'shib qo'yishimiz kerak. Ketishmasam 648 chiqadi. Mana buni o'zi. Demak, biz qo'shib qo'yamiz. 72 qo'shilgan 576 qo'shilgan 648. Demak, bizda mana buniga teng keldi. Genotipik nisbat 1 8 18 8 1 8 64 144 64 8 18 144 324 144 18 8 64 144 64 8 1 8 18 8 1. Mana bu genotipik nisbat qayerdan kelganini tushuntirdim. Xo'p, bir nechta masalani ko'rib qo'yamiz. Ya'ni 3 belgisi bo'yicha dominant, 3 belgisi bo'yicha resessiv triploid organizm o'zaro tanishtirilganda genotipik nisbatlar 3 belgisi bo'yicha dominantda quyidagi vertikal ko'rinishda, resessiv bo'yicha gorizontal ko'rinishda olinyapti. Endi to'renli organizmlar 25%, chunki 4-dan bitta chiqyapti, 50% ikkita chiqyapti, 25% esa bitta. Genotipik nisbat 1 2 1. Ya'ni ikkitadan bitta resessivdan bitta olinadi, ikkitadan bitta resessiv ikkita, bitta dominant, bitta resessivdan bitta. Ya'ni video cho'zilib ketganlik maqsadida shunaqa olinadi. Videoni to'xtatib olib ko'rishlaring mumkin. Xo'p, mana bu esa 2 belgisi bo'yicha dominant, 1 belgisi bo'yicha resessiv triploid organizm, 1 belgisi bo'yicha dominant, 2 belgisi bo'yicha resessiv triploid organizm o'zaro tanishtirilganda mana bu vertikal hosil qilayotgan gametalar mana bu. Gorizontal hosil qilayotgan esa mana bu organizm o'zaro tanishtirilganda to'renli organizmlar qizil bilan ifodalanyapti, uchenli organizmlar qora rang bilan, ikkenli organizm esa yashil. To'renli organizm 3 ta dominant, bitta resessiv, 3 ta dominant, bitta resessiv, 2 ta dominant, 2 ta resessiv, bitta dominant, 3 ta resessivli organizm olinadi. Uchenli organizm barcha ko'rinishlari, ikkenli organizmning ham barcha ko'rinishlari olinarkan. Endi nisbatlar hammasini qo'shadigan bo'lsak 36 ni beradi. Nima uchun 36? Chunki vertikal ko'rinishdagi gametalarning sonlari o'zaro 6, mana bu taraf ham 6 ni namoyish qiladi va o'zaro 36. Endi olingan olotlar necha xil genotipli bo'ladi? To'renli bo'lishi mumkin, uchenli va ikkenli. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Ya'ni uchenli organizm ikkenli va nli gameta hosil qilardi. Ya'ni sherik ham mana shunday triploid bo'lganligi sababli. Ikkenli bilan n kelish 3nni beradi bizga. N bilan n kelish 2n va 2n bilan mana bu 2n kelish ehtimolligi esa 4n ni beradi. Genotipik nisbat topdik. Olingan avlodlar orasidan eng ko'p sonli va eng kam sonli genotipik organizm. Eng ko'pi 4, eng kami 2n. Demak, farqi bizda farqi yo'q. 0% ga farq qiladi. Mana eng ko'pi 25% chiqyapti. Eng kami 25%, farqi 0. Xo'p. Mana bu organizmni tanishtirib qo'ydik. Ishlab ham qo'ya qolaylik. Olingan avlodda necha xil genotipli bo'ladi? Hammasi to'renli bo'ladi. Chunki tetraploid o'zaro tanishtiryapti.
Olingan avlodlar orasida hosil bo'lishi mumkin bo'lgan har xil genotiplar o'zaro nisbati qanday? Genotipik nisbatni topamiz. Olingan avlodlar orasida eng ko'p sonli genotiplar eng kam sonli genotiplardan necha foizga farq qiladi? Buni ham topamiz. Va mana bu masalalar vazifa. 5 enli organizm o'zaro chalishtiryapti, ya'ni pentaploidli organizmlar. Ko'proq mana shunaqa muvozanatsiz ishlagan ma'qul, chunki muvozanatsizda ko'proq mehnat qilamiz, chunki tetraploiddan ko'ra bu osonroq. Mana bu yerda ham ancha mehnat sarflangan triploidni o'ziga. Endi pentaploidga anchagina mehnat talab etiladi. Mana bu organizm, mana bu masalani o'zlaringiz ishlaysiz. 12-6 masalan. Va qo'shimchasiga mana bu masalalar birinchi toifadagi masalamiz, ikkinchi va uchinchi masalalar uyga vazifa bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, poliploidaga atalgan 4 ta qismimiz yakunlandi. Ya'ni poliploidaga kirish, muvozanatli, muvozanatsiz va oxiri masala uchun kerak bo'ladigan qismlar haqida gaplashgan bo'ldik. Olingan bilimlaringni yaxshi yo'llarga sarflanglar. Xo'p, bizni esa duo qilib qo'ysalaring kifoya. E'tiborlaring uchun rahmat.